Sarvayani men tutdim. Bu videoda biz qishlog'ini bayron tashlaymiz. Chunki bu yerda meni uyim bor. Bular yoqmayapti bu qishloq, mana meni uyim. Ko'rishingiz mumkin. Buni kreativda qilmayapman, o'zim qilganman. Chunki u kerakda menga. Mana shu birinchi katta uydan boshladim. Toshli uyda buzib bo'ldim, endi mana shu katta uyga o'tdim. Ko'pchilik blogerlar anaqa qilishadi. Bu uyda anaqa qilishadi. Merda uyini qilishadi bizga. Merda qo'yib qo'yishadi demoqchi edim. Mer deb qo'yib qo'yishadi, lekin aslida u haqiqiy qishloq bo'ladi. Unaqa merlar bo'lmaydi. Shunga endi anchadan beri videolarni qo'ydim. Xullas, bitta videoyimni ko'rgan bo'lsalar, yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ydilarmi? Shunisi kerakda menga. Qanday yozsam eslarimdan chiqmadi. Xullas, bu uyda tominga keldim. Tomini ham buzishni boshlayapman. Tugatyapman deyarli. Lekin buzishim rosa qiyin ekan. Shetlarni buzib tashlash kerak. Tez buzsam keyin yaxshi bo'ladi. Bo'lmasam hammaga xayr, sizlarga men Dixit Jumbo.